Tun. Makka osmoni nihoyatda sokin. Fil voqeasidan keyin shahar ahli hali ham Abobil mo'jizasini hayrat bilan gapirmoqda edi. Biroq chekka bir loy kulbada insoniyat tarixini o'zgartiruvchi eng buyuk mo'jiza boshlanayotgan edi. Uydan chiqqan ilohiy nur olis Shom qasrlarini yoritib yuborgan lahzada butun dunyo titradi. Mag'rur Kisro qasridan 14 ta kungira yerga quladi. Dushanba tongida Makka uzra beg'ubor quyosh otdi. Butun olamlarga rahmat bo'lgan muborak zot Muhammad sallallohu alayhi va sallam dunyoga keldilar. Bobosi Abdulmuttalib cheksiz shukronalik bilan go'dakni Ka'ba poyiga olib keldi. Uni baland ko'tarib, unga Muhammad, ya'ni maqtovga loyiq deb ism qo'ydi. U paytda makkaliklar farzandlari baquvvat o'ssin deb ularni sahro ayollariga topshirishar edi. Aynan o'sha yil olisdagi Bani Sa'd qabilasini og'ir qurg'oqchilik qo'pladi. G'arib xonadon sohiblari Halima va uning eri Xoris go'dak izlab Makkaga yo'lga chiqishga qaror qildilar.